Mashinangizni remont qilib olganda, remontchi ustamga biror botok ichimlik ag'ash qolsangiz, mashinangizda ushshaq masala bo'lmaydi. Doim o'ltiraq rayoningizdagi amalli saqlovchiga biror botok suv ag'ash qolsangiz, har qancha kech qolsangizmi, mashinangizda to'xtatadigan o'rin chiqadi. Darhol odam yo'q yerdan birini tepib, tinch o'ltirib, bu kishilik aloqadagi 20 yoshirin mohiyatni o'rganib oling. Birinchi, bulbuling bo'lay, oshiqim bo'lay deb ayollarga maptan bo'lib yuravermang. Diqqatingizni kasbingizga markazlashtiring. Kasb usta qozonsangiz, ondan ayollar sizni yaxshi ko'rishi mumkin. Oilada eng muhim o'rin turadigan mangu iqtisod, hissiyat emas. Ikkinchi, besim o'zligidan harakatini kuchga aylanib qolmaydi. Ko'pincha hollarda besim faqat kasallik olib keladi. Qiziqishni chiqarayotganda insonga eng cho'ng harakatini kuch bo'la oladigan nomus qilishdan paydo bo'lgan olg'i ilgirlash istikdir. Uchinchi, haqsiz narsalarga oshko'zlik qilmang. Qarmoqqa haqsiz ko'rilgan narsalarning badali amiyati nihoyat yuqori bo'ladi. Chosh yostiqni sog'alsak, agar 2 til bir chosh yostiq to'g'ri kelsa, hargiz cho'ng satrashxonlarga bormang. Cho'ng do'konlarda ko'pincha holda chechingizni shogird bolalarga yasag'il soladi. Satrashxonadagi ustamlarning mahorati texim yuqori bo'ladi. To'rtinchi, har qanday vaqtda 15 minut burun tayyorlik qiling. Telefon sayrab 5 sekunddan keyin eling. Agar boshqalar mehmon qilsa, 10 minutdan 15 minutgacha burunroq bering. 5-chi, agar qusur topadigan tuqqanlaringiz kelsa, eng yaxshisi sirtdagi restoran yoki oshxonaga chiqib mehmon qiling. Avvalba uyda mehmon qilmang. Uyda tomoq assangiz, erib charchashni demayli qo'yayli. Osonla yomon aqib qoldigan gap. Restoranda ozroq pulni ortiq xarjlagan bilan 100 obro'yli o'ltirib tomoq yeb kelasiz. 6-chi, boshqalar mehmon qilsa, do'stingizni birga eltmangmi. Mehmonni ep bo'lmaydi. Bu degan qoida ham adab yo'sin. Odam boshlab qolsangiz, boshqalarga ovocha deb bergan bo'lasiz. Qiyaqatim sizni chaqirmaydi. 7-chi, boshqalar sizni tashabbuskorlik bilan izlamasa, demak, qarshi tarafning nazarida sizning qimmatingiz yo'q. Qimmat almashtirish bo'lmasa, chin do'stlik qilib bo'lmaydi. Jamiyat mana bu shunday real keladi. 8-chi, hissiy axloqingiz yuqori bo'lsa, boshqalarni rohat his qildirish bilan birga o'zingizni manfaatlanasiz. Agar boshqalar rohat his qilib, siz aldangan bo'lsangiz, bu hissiy aqli yuqori bo'lish emas, balki hamoqatlik. 9-chi, amalba boshqalardan qarz olmang. Mashinangizni odatga bermang. Yaqin do'stingiz bo'lsa-mu, o'xshash. Faqat rad qildigan gap topolmasangiz, ayolingizga atib qo'ysangiz bo'ladi. Ayolingiz eng yaxshi qalqon bo'la oladi. 10-chi, tomoq so'rini 3 odamdan eshib ketsa, shaxsiy ishingizda deyishmang. 6 odamdan eshib ketsa, so'rinda hukumat ishini deyishmang. 5 odamdan oshgan aroq so'riniga amal bormi? Odam ko'p bo'lsa, gapinchiq bo'ladi. Xato aytilgan gapning hudisidan chiqib bo'lmay qolasiz. 11-chi, boshqalarning ishini qilib berganda tanqis qilganda qiyofat turib oling. Boshqalarga so'g'ib berganda bo'lsa, tabiiy bo'ling. Ayolingizga pul qachiganda mard bo'ling. Bu 3 xil so'rinda o'xshamagan qimmat almashtirish logikasi ishlatilgan bo'ladi. 12-chi, qoida tuzgan odam odatda qoidaga eng bo'ysunmaydi. Qoida ojizlarga nisbatan ularni kuchlab qo'yadigan kishi, kuchlilarga nisbatan foydalanadigan bir qurol. Atrofingizdagilar sizga gap qilganda so'z qilishga boshlagan bo'lsa, ularning saposi o'sib qolganligini bildirmaydi, balki sizning amaliy kuchingizning oshqanligini bildiradi. 13-chi, boshqalarga qarilachi cho'qinmang. Nurg'un nom obro'li odamlar mohiyatda durust odamlar emas. Bo'lmasa nom chiqarmagan bo'ladi. Kul ranglik mashg'ulot qilishni bildigan odam tez suratda boshqalarning o'rniga chiqa oladi. 14-chi, ba'zi masalalarning izchil hal bo'lmasligidagi sabab balkim masalani bir taraf qilmoqchi bo'lgan odam dal masalani paydo qilgan odam bo'lishi mumkin. Bu logika xizmat maydoni va savdo maydonida 100% to'g'ri chiqadi. 15-chi, hech qanday odam mutlaq yaxshi bo'lmaydi. Faqatla nacharlik darajasiga o'xshamaydi. Siz faqat boshqalarni yomon o'ylamaganligingiz uchun ziyon tortasiz. Odamlarni nachar deb qarab o'ylasangiz, ondan ishlarga oldin tayyorlik ko'ra olasiz. 16-chi, jiddiylashish tayyorlikning to'liq bo'lmasligidan, tutilish bo'lsa, fikr yo'lining aniq bo'lmasligidan, besim bo'lish balki yuqori umid kutib olishdan kelib chiqadi. Barliq kayfiyat masalalarining hammasi mohiyat jihatda iqtidor masalasi. 17-chi, fursat pishib yetilmagan vaqtda chidab o'tkazguli bo'lsa chidab o'ting. Anglashga tegishli gapni anglang. Fursat pishib yetilgan hamon keskin qo'l silib, keyin ishlarni to'xtatib bir taraf qiling. Sharoitga moslashalaydigan bo'lish haqiqiy mahoratdir. 18-chi, sizga uqtirish qilmagan ishlarni bilmas bo'lib oling. Sizni taklif qilmagan tomoq so'rinni surishtirmang. Tashabbuskorlik bilan boshqalarning orasiga kirib olishni o'ylasangiz, boshqalar ko'z qilmaydi. Orliq saqlaganda andin salohiyatingizni namoyon qila olasiz. 19-chi, rost gapni oz qilsangiz, xatolikni oz sodir qilasiz. Boshqalarni maqtsangiz bo'ladiki, hargiz kamsindama. Boshqalarning gapiga moslashib so'zlang. Radiya bermang.
Yaxshi gap qilish sizning sapoyingiz bo'lib qolmay, bir xil farasatdir. Rost gap boshqalarning ko'nglini og'ritib qolmay, o'ziga balo olib keldi. 20-chi, har xil so'rinlarda ko'ngil qilib qo'yadigan pulning soni yoki boshqalarning akaligi bilan o'xshash bo'lsin yoki ozroq qo'shib qo'ying. Tanglashsanglar bo'ladiki, oz qo'yishga bo'lmaydi. Xalqning akagidan oz opirish, xalqning ko'zga yumg'anlik bo'ladi. Bunda qilsangiz keyin shu chamrakda turmasangiz bo'ladi. Hech aql muhim o'rin turadigan hozirgi jamiyatda hech kim ham gap qilishni biladigan, ham ishlarni yaxshi bartaraf qiladigan odamga o'ch bo'lmaydi. Siz bu qoidalarni yoqtirmasangiz bo'ladi, lekin cho'qim rioya qilishingiz kerak. Haqiqiy moyirlar azaldan sizga oq ko'ngil bo'l, samimiy bo'l demaydi. Balki qanday qilib o'zingizni qo'g'digan asosda manfaatingizni eng yuqori chekda cho'ngaytishingizni o'rgatadi. Atrofingizda mushuningdek ishning epini biladigan odamlar bormi? Qaramoqqa tuzuk iqtidori yo'q, lekin atrofingizdagi hamma odamlardan yaxshi yashaydi. Mushunday odamlar bo'lsa, inkaslayni fikrlashaydi. Men har oyda nahmaydan darslarni o'rlashtiryapman. Agar korxona boshqarish, egalik sektor to'g'risida sistemli bilimlarni o'rganmoqchi bo'lsanglar yoki maslahat so'ramoqchi bo'lsanglar, tövəndəki ünvanlarni qo'shib olinglar. Men Abdurahmon Battar muallim.